Assalomu alaykum, hurmatli Jasur kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Bugun manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani sohibi Ahmadjon akamizni oldiga kelganmiz. Silos yamalarga, hurmatli obunachilar, siz aziz chorvadorlarni og'irini yengil qilish maqsadida siloslarni qopli tarzda savdosini boshlab olishga yangi yamalar ochilgan. Bir qator ma'lumotlar beramiz. Doni kuchlisidan, narxi arzondan, sifati zo'rdan so'raganlarga taqdim etib boramiz. Akalar, arzimas mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlagan holatda bir donadan like bosib iltimos qilib qolamiz. Pul megabat olmaydi. Mana shu videoni ko'proq insonlar ko'rishni ham sababchi bo'lasiz, xolos. Va biz endi ko'rayotgan insonlar ekranga ostidagi podpisatsiya yoki o'z bitasiga obuna degan yozuv bor, o'shani bosib qo'ying. Shunda biz kirgizib borayotgan videolar doim SMS bo'lib borib turadi, ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Ishlar aynan qizg'in davrida jarayonda, hurmatli akalar, mana hozir silosi shivezi yangi holatda sizlarga taqdim etib boramiz. Mana akamız olishyapti, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Akalar, hormanglar. Sog'lik yaxshimi? Charchamas olyapsizmi? Ahmadjon aka, assalomu alaykum. Keling, Jasur aka. Xirmonga baraka bersin aka. Umritga baraka aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yangi yamalar ochib oldik, xudo xolasa. Ochib oldik, xudo xolasa. Bu deyarli 1-2 furaga qoplangani ham bor ekan. Ha. Zapasi bilan qoplab qo'ydik aka. Aka, elimizga, yurtimizga sotuvni boshladik, xudo xolasa, sotamiz. Sotamiz, xudo xolasa. Donli silos. Donli silos. Holatlari mana ko'ryapman, juda yaxshi ekan. Aka, bu qachon bosilgan silosimiz? Bu oktyabr oyida bosilgan aka. Bir qator siloslarni ko'rsataylik bo'lmasa. Xudo xolasa, mana ko'ryapman, ba'zi akalar o'zi buzish boshladi, qoplash jarayonlari bo'lyapti. Mana kelishimga akalar o'zimga tortganim, mana qaranglar, donlari g'ij-bij. Bu sotasi qayrilmagan holatda ekan-a? Ha, sotasi qayrilmagan. Keyin doni ham rosa hazm bo'ladigan holat. Yaxshi holatda ekan. Qatib bormagan. Qatib bormagan. Doni ham yaxshi. Doni silos. Mana. Bu qanaqa makajoxoraga ekilgan ekan? Bu ashali pachkamakka ekilgan. Hozir drabilkasi ham ishlatilgan ekan, kombaynda. Kombayn ham o'zimizda bor. O'zingizda hozir kiravesha ko'rdim. Kombayn o'zingizda. Drabilkalarni ishlatib o'rganmiz aka. Endi shu sotuvga yaxshi bo'lsin deb, yaxshiroq sotuvga yaxshi bo'lsin deb o'rgansizlar. Ko'ryapsiz hozir qancha bor aka batta? Batta 400 tonna bor. 400 tonna bor. Hop, bu sotilib ketsa yana bormi? Ha, bor yana. Bosilgan joylari. Bosilgan joylar bor. Qoplanganimiz necha qop bor tayyor? Qoplangani 1,5 mingtacha bor, mingtadan oshiq. Xudo xolasa bitta furada 2 mingta ketadi, bir. Deyarli bugun o'zida bir bitta fura bo'lar ekanda. Bitta furaga bor hozir. Hop, bir qopimiz necha kilo bo'ladi aka? Bir qopi 20 kilo. 20 kilo. 20 kilodan oshiq. Oshiq ham bo'ladimi? 20 dan oshirib qoplaniladi. Akalar, kelib shu joyda ko'ryapsiz, mana donlar, hammasi don. Hammasi don 20 kilogramli yaxshi ishlangan qoplarda bo'ladi. Aka, qarang. Misol siloslar savdosi boshlandi. Dastavkalari bormi? Misol yoki uzoq yaqindan telefon qiladigan akalarimizga qanaqa shart-sharoitlar qilib beralarimizz? Dastavkalari bor. Joyida mana shu yerdan 18 ming so'mdan yuklab beryapmiz. Dastavkasiga masofaga qarab qo'shiladi. Misol, vodiy bo'ylab bo'lsa, o'zlari kelib olib ketsa bo'ladi. Misol, o'zlarining texnikasi bo'lsa, texnikasi bo'lsa, lakata tashab beramiz. Toshkentga u yog'i bo'lsa, misol, furalarda olaman deganlar yoki-da do'kondorlar bor. Hozir masalan shu chorva hayvonlarini yem xashak sotadigan do'konlar bor-da, endi ular doniga qo'yib turib sotishadi baribir. Shunaqa akalarimga nisbatan yengilroq qilib berasizmi? Ha, imkon boricha. Samarqand, Buxoro, Qoraqalpog'istongacha, Xorazmgacha, misol O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Dastavka bor, mashina topib berish xizmati ham bor-a? Mashinani ham topib beramiz. Yengilroq, arzonroq qilib topib berasiz. Vodiyning ichiga 1,5 mingdan 2 minggacha dastavka bo'lyapti. 1000 so'mlik joyi ham bor. Qopi, bitta qopiga. 1,5 ming, 2 ming, shunaqa. Uzoqroqdan bo'lsa, o'sha furalardan bo'lsa, misol endi optim krupniy klient deylik yoki-da shu fermer, chorva fermerlari bor. O'shalarga uka, davay, alo, menga bir mashina, 2 mashina olib kel yoki mahalladan 2-3 kishi bo'ladigan bo'lsa, bitta Isuzu'da to'g'risi Samarqandgacha yoki Xorazmgacha bo'lsa, qimmatroq bo'lishi mumkin-da. Bitta Isuzu bas, bitta fura qilamiz, 3 kishi bitta bo'lib jo'natingizsa, masalan, o'shalarga yengilroq qilib berasiz, xudo xolasa. Imkon boricha yengilroq. Bir qator qoplanayotgan jarayonlarni ko'rsataylikmi? Qopi necha kilogramm, qancha bo'ladi? Ko'rsatsak, bor obunachilarga qiziq. Yoki shu bitta qoplanganini qo'ysangiz ham bo'ladi. Qaysi birini oling? Xohlaganingizni oling aka. Hatto misol unisi bunisi demaymiz, o'rtadan adami. Bir qopimiz. Ha?
20 kilogram. 20 kilogram. Akalar 20 kilogram. 24. 24. Shunaqa 20 kilogram atrofida bo'ladi. Lekin voобще zo'r ekanda mana uni. Dona akalar o'zimga ham olib ketdim. Avval o'zingga sinaganiga kecha o'zim avval birinchi olib hayvonlarga berdim. Zo'r. Zo'r ekan. O'zim ham oldim. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Holati zo'r ekan. Mana bu qaranglar, baraligini. Zo'r saqlanibdi silos. Mana shuni ichida donani ko'rsatayda mana. Qaranglar. Mana. Ortiqcha katta emas, uncha kichik ham emas. O'rta razmerda bo'lgan mana. O'rta razmer. Donlari akalar mana yumshoq. O'zim qo'limda maydalayapman, juda yumshoq. Bu mollarga hazm bo'lishiga zo'r, xudo xolasa. Keyin sut mahsulotligi ham oshiradi, akalar. Silosi o'ziga men o'zim somon aralashtirib beryapman, misol. O'zimda ham chorva hayvonlari bor, shatdan olib kelib berdik mana. Xohlagan joyingizdan ko'rsataveramiz. Mana qatlam bo'lsa, donlari. Zo'r ekan, donlari. Ochib ko'rib nima qiling? Zo'r. Hop, mana o'sha akam uzatgan joyini olaveraymi? Hozir qopla jarayonlar boshlagan boshlangan. joyingizdan olib, hammasi bir xil bitta yerdan bosilgan. Mana qaranglar. Zo'r. Silos holati yaxshi. Xudo xolasa zo'r saqlanibdi silos. Ja suvli ham emas, ja quruq ham emas. Masalan, normada bersa zo'r. Hozirgi sharoitda mollarga yaxshi. Molga ham, qo'yga ham aytaveradi. Chorva hayvonlarga zo'r. Chorva hayvonlar. Aka ekran nomer qoldiramiz, telefon qilishaversin. Xudo xolasa, avvalo chorvaga baraka bersin. Silos ko'p ekan. 400 so'm bo'lsa, mumkin bitta odam olib qo'yishi mumkin. Avvalo nasib. Xudo xolasa telefonga odam qaytarmasdan ishab turib aloqa bo'laveramiz. Dastlabki kelishib olaveramiz. Bo'laveradi. Kengroq beradi Jasurdan oldimsa. Bo'ldi. Masalan, 1 mashina, 2 mashina, 3 mashina oladigan obunachilar chiqadi-da. Yo'l qilib bersangiz, sizdan olib turib sotadigan insonlar chiqishi mumkin. O'shalarga ham nisbatan sal arzonroq qilib chiqarib bering. Doimiy klient bo'lib qolishsin. Xudo xolasa o'zingizda texnika bo'lsa, erta bahordan ham, kuzda ham bo'lar ekan bu narsa. Ha, texnikalari bor. Qilib beramiz aka. Dastlabkasini. Telefon qilishaversinmi? Telefon qilishaversin aka. Aloqa qilib qo'yasizlar akalar, mana silosi hammadan. Bu dehqondan sizlarga bo'lyapti. O'zlari yetishtirgan-a? O'zlari yetishtirgan dehqon. Ya, o'zimiz yetishtirib olganmiz. Sen olganmiz? Ha, olganmiz. Kombayn o'zimda deganda o'zi yetishtirdingizmi? Yo'q. Endi xudo xolasa biylik ekan. Ekanmiz-a? Xo'p. Akalar, telefon qilaverasizlar, aloqa qilib qo'yasizlar.